Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalay uka, opa, yaxshimisizlar? Eson-omon o'tiribsizlarmi? Xo'p, jiyanlar, qarindosh, urug', tog'alar hammasi yaxshimi? Sog', omonmi? Opa nima qildi sizga? Mazangiz qochdimi? Og'rib qoldingizmi biron joyingiz? Xudo Alloh shifo bersin, sog'ayib keting. Bizlarni so'rasangiz, Xudoga shukr, hammamiz yaxshimiz. Yuribmiz, Allohga shukr. Qarindosh, urug', og'ayin, jamalar hammasi yaxshi. Momo больницada oyog'i og'rigan edi. 15 kun bitta больницаga yotib keldi, tuzalmadi, yana boshqa больницаga yotdi. Ertaga nasib bo'lsa javob beradi, keladi uyga. Bugun borib xabar oldik, yaxshi. Qishloqlarda nima gap bor? Ob-havo qanday sizlarda? Bizlarda bugun ozroq yomg'ir yog'di. Sovuq emas, iliq havo. Yaxshi. Endi men to'yga aytiluvdi, bora olmadim. Bolalarda ish chiqib qoldi, baribir Parnada, issiqxonada ishlari qo'zg'ab qoldi. Boshqa borishga ham ro'y bo'lmadi. Momani mazasi yo'q edi, sababli bora olmay qoldim. Nasib bo'lsa endi bahorga boramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allohning o'zi asrasin, qayerda bo'lsa ham. Doim o'zi madadkor, ikki dunyo saodatini nasib aylasin.